Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan 7-sinf O'zbekiston tarixi darsining 24-mavzusi Chig'atoy ulusi davrida ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy hayot degan mavzu bilan batafsil tanishamiz. Mo'g'ullar Moron nahrida o'z hukmronligi o'rnatilgandan so'ng turli xil tartiblarni qadamma-qadam joriy qila boshladi. 13-asr o'rtalarida ushbu mamlakatda aholi o'rtasida mo'g'ullar asosan ko'chmanchi xalq bo'lgani uchun o'troqlikka o'tish jarayoni sezila boshlandi. Mo'g'uliston 4 ta ulusga bo'lingan bo'lsa-da, mamlakatning umumiy boshqaruv hududi, ya'ni Mo'g'ulistondan boshqaruv tartibi bor edi. Ya'ni Chingizxon davlatni 4 qismga bo'lgan bo'lsa-da, ammo o'g'li O'qtoyni mamlakatning ulug' xoqoni qilib tayinlagan edi. Xuddi aynan ushbu mintaqadan keyingi xoqonlardan biri Munki soliq va hashar-ishlarni tartibga solish to'g'risida farmon berdi. Sabab Mo'g'ullar hukmronligi davrida soliqlar yig'ishda, bundan tashqari choparlar va elchilarning harakatlanishi uchun yomlar, shaharlar bo'ylab yomlar joriy qilingan edi. Ya'ni choparlar, yo'lovchilar, ot almashtiradigan, oziq-ovqat oladigan maskanlar bo'lardi. Ulardagi yig'imlarni kamaytirish, tartibga solish maqsadida farmon chiqaradi. Va sekin-asta mana shu yomlarga tartiblar o'rnatiladi. Keyingi mamlakatdagi tub islohot amalga oshirgan shaxslardan biri bu Moron nahrida Chig'atoy ulusi vakillaridan biri Ma'sudbek bo'ladi. Aynan ushbu shaxs 1271-yilda pul islohoti o'tkazadi va Moron nahrining 16 ta shahar va viloyatida bir xil vazn va yuqori qiymatli sof kumushdan tanga zarb qildiradi va butun mamlakatda ushbu tanga pul muomalaga kiritiladi. Bu aynan savdo-sotiqning yuksalishiga, aholi o'rtasida aloqalarning rivojlanishiga turtki bo'ladi. Keyingi davrlarda Mo'g'ullar o'troq hayot tarziga o'tishga harakat qiladi. Keyingi o'troq tarziga o'tish jarayonlari aynan Kebekxon nomi bilan bog'liq desak mubolag'a bo'lmaydi. Aynan Kebekxon o'z boshqaruv idorasini umuman poytaxtni Moron nahriga ko'chirgan birinchi hukmdorlardan biri bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Ushbu shaxs 1318-1326-yillarda hukmronlik qilgan bo'lib, u Qashqadaryo vohasida Nasaf shahri yaqinida o'ziga saroy qurdiradi. Saroy o'sha vaqtlarda mo'g'ul tilida Qarshi deb atalardi. Keyinchalik aynan Nasaf va Qarshi birlashib yagona markazga aylanadi. Aynan ushbu shaxs mamlakatni boshqaruvda 2 islohot o'tkazdi. Birinchisi ma'muriy islohot, ikkinchisi pul islohoti o'tkazadi. Pul islohotida u Erondagi Xulakular davlati va Oltin O'rda davlati tangalardan namuna oladi va 8 grammlik dinor va 1 grammlik dirhamlarni joriy qiladi. U dastlab Samarqand va Buxoro shaharlarida zarb qilinadi va butun mamlakat bo'ylab muomalaga kiritiladi. Aynan Mo'g'ullar sekin-asta o'troq hayot tarziga o'tishi hunarmandchilik, savdo-sotiq, dehqonchilikning asta-sekin tiklanishiga, rivojlanishiga olib keladi. Mo'g'ullar hukmronligi davrida ham juda ko'p shaharlar xarobazor ahvolda edi, ammo tez orada Urganch va Buxoro shaharlari qayta tiklanadi. Ammo Samarqand shahri vayronalardan biroz chetroqda yangidan qad rostlashni boshlaydi. Mo'g'ullar hukmronligi davrida boshqa davlatlar bo'lgani singari o'ziga xos yer egalik turlari bor edi. Ulardan mulki devon, mulki inju, mulki vaqf va mulk kabi yer turlari bor edi. Keyin ular bilan tanishamiz. Mulki devon bu davlat tasarrufidagi yerlarga nisbatan atalgan jumla. Mulki inju hukmdor noiblarga qarashli yerlar. Mulk xususiy yerlar. Mulki vaqf masjid va madrasaga tegishli yerlarga nisbatan atalgan atamalardan biri edi. Mo'g'ullar o'troq tarziga o'tishni bir qismi qo'llab-quvvatlagan bo'lsa-da, ammo ma'lum qism aholi ko'chmanchi hayot kechirishni afzal ko'rishgan. Shunda o'z urug'lari bilan ma'lum bir mo'g'ullar Moron nahri mintaqasiga ko'chib kelishgan va o'troqlashib, shahar hayotiga yaqinlasha boshlagan. Afsuski ko'chib kelmagan Yettisuv va Sharqiy Turkistonda qolgan aholi Moron nahriga ko'chib kelganlari Qorovulnas, ya'ni Duragay degan nom bilan haqoratlar edi. Moron nahriga ko'chib kelgan aholi esa Yettisuv va Sharqiy Turkistonda yashagan ko'chmanchi hayot kechiruvchi mo'g'ullarni jeti, qaroqchi yoki talonchi deb e'tirof etardi. Bu esa aynan 14-asrning 40-yillarida mamlakatning ikkiga ajralishiga olib keldi.
Mana tarix guvohki, biz 7-sinf O'zbekiston tarixini o'rganar ekanmiz. 3-Moron nahrida tashkil topgan davlat ikki qismga bo'linishi. Birinchisi Turk xoqonligi edi, ikkinchisi Qoraxoniylar, uchinchisi Chig'atoy ulusida ham ikkiga bo'linish ro'y berganligini ko'rishimiz mumkin. Chig'atoy ulusi shu bilan ikki qismga bo'lindi. Sharqiy Turkiston va Yetisuvda tashkil topgan Mo'g'uliston nomi ostida ataluvchi bitta davlatga, ikkinchisi Moron nahrida tashkil topgan ikkinchi davlatga aylanib qoldi. Ikkita davlat tashkil topdi. 1348-yilda aynan mana shu Yetisuv va Sharqiy Turkiston mintaqasida taxtga Tug'luq Temur degan shaxsni taxtga kelganligini ko'rishimiz mumkin. Hali bu shaxs va uning oilasi bilan bog'liq, uning farzandi bilan bog'liq bir qancha tarixiy hodisalarni keyingi mavzularda ham batafsil ko'rishimiz mumkin. Biz o'rganmoqchi bo'lgan 24-mavzu haqida qisqacha ma'lumotlar shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi mavzularda ko'rishguncha xayr.